Bitta odam vafot etibdi, o'lib qolibdi. O'lgandan keyin ana odamni 32 ta tilla tishi bo'lgan ekan. 32 ta tilla tishi bilan olib borib ko'mib kelishibdi. Endi u odam fizik olim bo'lgan ekan, bir paytli o'g'illariga, bolalariga aytgan ekanki, "Bolalarim, mabodo men o'lib qoladigan bo'lsam, meni 3 kun ushlab turinglar o'ligimni. 3 kundan keyin olib borib ko'minglar. Sirazi olib borib qo'ymanglar" deb vasiyat qilib aytgan ekan. Endi bu vasiyat etganiga ancha bo'lganmi? Bolalarini esidan chiqib qolganmi? Haligini endi o'sha kunini o'zida, o'lgan kunini o'zida endi ularning abichasi shunaqa ekanki, o'zingizlar ham bilsanglar kerak, eshitgandirsizlar. Mana bunaqa kostyum-shimlar kiyg'izib, chiroyli kiyimlar kiyg'izib, cho'mchagiga bir ikki pul topib solib, bo'yniga troslar taqib, qo'liga chiroyli tilla uzuklarni taqib, olib borib ko'mishar ekan. Ularning abichasi shunaqa ekanki, mana o'zimizda ham ko'rgan bo'lsanglar kerak shunaqa holatlar bo'lganini. Musulmon dinida emas, musulmon dinida bilasizlar qanaqa ko'milishini. Endi ularda shunaqa kiyintirib, yasantirib, atirlar sepib, uzuklar taqib, bo'yniga tilla taqimchoqlar taqib, tem bo'li u odamni aytdim, 32 ta tishi tilladan ekan. Tilla tishlari bilan olib borib, o'lgan kunini o'zida olib borib ko'mib kelishibdi. Endi 32 ta tilla tishi bilan ko'milgan o'likni eshitgan bitta o'g'ri kechasi uxlolmabdi. Kechasi bilan uxlolmay chiqibdi, ertalab kunduz kuni ham o'ylab yuribdi, ertasi kuni kechqurun ham yotgan ekan. 32 ta tilla tishi har bittasi munchadan bo'ladi deb bitta o'g'ri xayol qilib, kalkulyatorga tashlab, bo'ynidagi sipochkasi, qo'lidagi uzuklari, cho'mchagiga nech pul solib qo'ygan ekan deb kechasi bilan uxlolmasdan soat 2:30-3larda yarim tunda mozorga boribdi haligi o'g'ri. Mozorga borib, kirib, qabrni qazib, endi duxiyotganini qarang. Qabrni qazib, haligi o'likni ko'tarib, qabrni mayitni haligini olib chiqib, endi haligi cho'mchagini titkilayman deb turgan ekan. Qorovul qarasa yurgandek bo'lib qopti, mozori qorovuli. Debdi qorovul yuribdimi deb haligi o'likni tashqariga sudrab olib chiqibdi, mozordan tashqariroqga olib chiqyapti endi qorovul ko'rib qolmasin deb. Bitta burchak qorong'i joyga turib olib, cho'mchagidagi pulini olibdi, o'likni, qo'lidagi uzuklarini yechyapti, bo'ynidagi sipochkasini olibdi. Haligi o'likni 32 ta tilla tishini erinmasdan bittalab qoqib olib, bitta dasturmolchaga solib, dasturmolchani o'rab, cho'mchagiga solib, endi u o'likni mayitni yana olib kirib ko'mib qo'yish kerak-ku endi joyiga. Duxi yetmabdi haligi o'g'rini. Endi pulini olib olgan, tishlarini qoqib olgan, qaytarib olib kirib qo'yishga duxi yetmabdi. Qarasa qorovul ham yurgandek. Nima qilishni bilmasdan boshi qotib o'ylab turgan ekan. O'sha paytda bir 5-6 ta bola mashinada mozorrishi ko'chasini oldida mashinada baland muzikani qo'yib olib, kayfda uni ustiga ichib olishgan bolalar. Deb muzikalarni qo'yib kelishayotganini o'g'ri ko'ribdi-da. Qarab turibdi. O'shalar mashinani kelayotganiga mo'ljallab turib, haligi mayitni o'g'rilarni o'sha kelayotgan mashinaga otibdi. Haligi o'g'ri o'sha kelayotgan mashinaga qarab otgan. Hali kayfda ichib, deb kelayotgan ekan, bu yoqdan kelib turib, haligi mayitdan mashinaning o'rtasiga borib dadang etib tushgan. Ular shokka urib olgan odamlar, roldagi odamlar shokka tushib turgan paytida o'g'ri qochib ketgan. Sekin qorong'ilikka kirgan, yo'q bo'lgan, o'zining ishini qildi, ketdi. Endi bular kayfdagilar tushib, mashinadan tushib qarasa, bitta kostyum-shimlar kiygan, normalniy odam hushsiz yotibdi. Voy debdi, buni o'ldirib qo'ydik biz debdi. Nima qilamiz endi? Kayfdamiz uni ustiga. Hozir buni militsiya chaqiradigan bo'lsa, qamalib ketamiz. Bir-biriga qarabdi, boshqa qilibdi, nima qilamiz? Bittasi aytibdi, buni suvga oqizib yuboraylik debdi. Ol tez birov ko'rmasin deb haligini olib, mashinani orqa bagajiga solib, bir mostni oldiga olib borib, mostdan suvga tashashibdi haligi mayitni.
O'zligi qochib ketishibdi. Endi u o'ligi ham suvda oqib ketayotgan ekan, kechqurun mana bu noqonuniy ovchilar bor, baliq tutadigan. Suvga tok urdirib baliq chiqazadigan shunaqa brakonyer deydimi? Shunaqa brakonyerlar kechqurun tok urdirib baliq tutishayotgan vaqti ekan. Ayni tok urib turgan paytda mana baliq ko'paydi deb turib, shartta tok urishsa, bu yoqdan o'lik oqib kelgan. Hali bir cho'pmi nimadir turgan ekan, o'lik shunga ilinib qolib, mashina qilib turganmish, mayit. Endi anu tutayotgan brakonyerlar, o'sha noqonuniy baliq tutayotgan ovchilar ham qo'rqib ketishgan. Birinchidan noqonuniy baliq tutishyapti, ikkinchidan tokda baliq tutishyapti, uchinchidan bitta odamni o'ldirib qo'ydik. Tuppa-tuzu boy odamga o'xshayapti, kostyum-shimlar, oq ko'ylakli kiyib olgan ekan. Qimmat tuflilar kiyyapti, shuni o'ldirdik. O'lamiz endi, necha yilga qamalib ketamiz. Deb endi o'ylab turay, suvdan opchiq deb haligini opchiqib olishibdi. Nima qilishini bilmasdan qarab turishgan ekan. O'sha paytda bitta odam kechqurun bu yoqda endi yo'lni suvni bo'yidan chiqishgan. Qarasa bitta odam kayibda ichib olgan, deb mana bo'ladi shunaqa odamlar. Ichib olib, "Boyni javob, men tarib tashiyman, u bu" deb mana yuradigan odamlar bo'ladi. Ichib olgan alkash, короче, kayibda ketayotgan ekan. Baliqchilar ham bir-biriga qarashibdi-da. Ideya keldi, fikr qilamiz. Zo'r ideya kelib qoldi deb. Endi bular jinoyatini yopish maqsadida chiqib, haligi mayitni bitta skameykaga o'tkazishibdi. Keyin ichib olgan odam bu yoqda ketayotgan bo'lgan, ichib olgan odamning oldiga bittasi boribdi. Boribdi-da, aytibdi, "Aka" debdi, debdi, "Sizni so'kyapti o'tirgan odam." "Kim meni so'kyapti?" "Sani odam sizni so'kdi, onangizdan so'kdi, rosa so'kyapti. Qo'rqasizmi shu odamdan?" "Kostyum-shimga alsu kiygan bo'lsa, qo'rqasizmi?" "Biz tashiyman, men u odamni yorib tashiyman. O'shami meni so'kyapgan?" "Ha, o'sha sizni so'kyapti." "Bo'ldi, hozir" deb. Endi bu yoqda mayitning orqasida bittasi ham o'tirib olib, bir ikki marta so'kibdi. "Bu yoqqa basharangni yorib qo'yaman, tamtudim-sudim" gapirgandi. U odam kayibda endi. Borib bu yoqdan baliqchilar qochib ketib yorgan. Bu kayibda endi ichib olgan, o'zini o'zi bilmaydi. Borib aliga o'tirgan mayitni boshiga qarab turib bir uribdi. Bir urgan, endi u skameykaga o'tirgan mayit top etib yerga tushgan, ag'anab tushgan. Keyin qarasa, "To'rdo'man" deb rosa so'kibdi ustidan haliga, bir ikki marta tepgan. Keyin qarasa, indamayapti, yotibdi jimjit. "Voy" debdi. Endi alkash bo'lsa ham insofi bor ekan. "Men" debdi, "hozir buni o'ldirib qo'ysam, nezashto qamalib ketmay" deb skoriy chaqiribdi. Skoriy pomosh kelgan. Aytibdi, "Mana shu" debdi, "cho'lda o'lib qolmasin" deb, "Keyin siz ham birga yuring bu yoqqa" deb. U ham o'sha skoriyga chiqib olishgan, mashinaga olib borishgan. Reanimatsiya, o'sha operatsionniyga olib kirib ketishibdi mayitni. Bu yoqda endi alkash, "Voy, o'ldirib qo'ydim men, endi nima bo'ldi" deb turib, bu yoqda endi militsiyalarni chaqirishgan, dopros, nima bo'ldi, bittasi mana shunaqa odam olib keldi, uribdi, boshqa qilibdi, militsiyalar kelgan bu yoqdan. U alkashni so'rab turishgan ekan, "Nima bo'ldi" desa, "Mana shunaqa o'tirgan edi, meni so'kuvdi, borib urdim, meni olib keldim, u bu" deb aytib turishgan paytda endi bu yoqdan professor, doktor mamma qilib maskalarini taqib chiqib kelib, maskasini tushirib, bu yoqda militsiyalar bu alkash bundoq qarab, "Nima bo'ldi? Qanaqa ahvoli?" desa, mammaga chiqib kelgan professor ham mamma qilib doktor maskasini yechib, "Ahvoli og'ir, lekin yashaydi" deyotganmish. Tasavvur qilsizlar, shuncha voqea o'tdi, shuncha narsa o'tdi.
Mayit, o'lgan odam qabristondan ko'lab olindi, mashinaning tagiga tushib ketdi. Mashinaning tagiga tushgandan keyin buni suvga tashlab yuborishdi. Suvda tok urdi, tokdan chiqdi. Keyin buni kamiga alkash boshiga urdi, yiqilib tushdi. Keyin bu banisiga olib bordi. Banisiga olib borgandan keyin doktorlar olib kirib, operatsioniga olib kirib ketib, chiqib, ahvoli og'ir, lekin yashaydi deyapti. Eng qizig'i bu jabrlanuvchi bo'lib qoldi endi haligi mayit endi. O'lgan odam mayit emas, endi jabrlanuvchi. Jabrlanuvchini oila a'zolariga xabar beringlar debdi. Chaqiringlar kelishsin, bola chaqasi bo'lsa, otasidan xabar olishsin. Telefon qilishgan. Endi bu yoqda bo'layotgan voqea, ular endi otasini ko'mib kelishgan. Undan keyin endi o'sha birinchi kun bo'lmasa, ikkinchi kun haligi shu voqealar sodir bo'lgan bo'lsa, endi ular uyda yotgan bo'lgan, uxlab. Bu yoqda telefon jirillayapti, olib, "Alo" desa, "Alo, assalomu alaykum, Palonchi Pismadonchiyev sizmisiz? Ha? Siz Palonchi Pismadonchiyev o'g'illari bo'lasizmi?" "Ha, o'g'illari bo'laman." "Keling, mana bu yerda otangiz og'ir ahvoldalar, bittasi uribdi otangizni." deyapti. Ular aytibdi-ya, bo'lishi mumkin emas, adam o'tganlar 2 kun oldin ko'mib kelganmiz desa, hazillashmang endi, odam otasini ham shunaqa deydimi, o'lganga chiqazadimi? Keling palon banisaga deb. 2-3 ta o'g'li bo'lgan bo'lsa, 2-3 ta o'g'liga shunaqa telefon qilishibdi, o'g'lilari bular hazillashyaptimi bular deb, endi o'zimizdan qo'limiz bilan borib ko'mib kelganmiz otamizni. Borishmabdi haligi bolalar. Endi bu orada ular yana 2-3 marta telefon qilgan, boshqa qilgan. Bu orada haligi mayit, o'lgan odam reanimatsionnidan palataga olinib, endi vaqt o'tyapti-yu. Ko'zini ochib qarasa, banitsada yotibdi. Keyin ular telefon qilibdi professori. Telefon qilib o'g'liga paraga topkur, otangga shuncha bo'ldi, hali kelib bitdan xabar olganlaring yo'q. Desa, bolalari ham birga o'tirgan ekan, gaplashib, otamlashib, otasini eslab o'tirishgan ekan. Keyin bularning jahli chiqibdi, professor qayerda o'tiribsiz desa, palon banisada. Hozir boramiz, ketib qolmang, hazillash qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. 3-4 ta o'g'li tars etib borib banisaga, qani o'sha deb palataga shunday kirib kelishsa, otasi yotibdi. Ko'zi ochiq. O'rningni deb so'kkan bo'lsa kerak otasi. Masalan, 3 kundan keyin ko'mlaring dedim, salla ko'mib yuboribsanlar deb. Qissadan qissa men aytmoqchi bo'lgan narsam, ota-ona vasiyat qilganida, temboli u fizik olim ekan, baribir ota-onani vasiyatini amalga oshirish kerak farzandlar. Bir xillar bo'ladi, shunaqa voqealar bo'lib qoladi, shunaqa vaqtlar. Men bu uy sanga, men bu mashina sanga, mayli borib notariusda oformleniya qilib bermagan bo'lsa ham, og'izi bilan o'tirgan joyda bolalariga "Mamma seningga, mamma opangga" deb aytib o'tib ketgandan keyin bolalar hozir meros talashib qo'yotganlar. O'sha otasini aytgan gapini, o'sha oxirgi aytgan gaplarini ustidan chiqmayotgan bolalar ko'payib ketyapti-da. Otasi tirikligida uy-joy olib berib qo'ygan bo'lsa ham, bu yoqda keyin yana qolgan otasini nomidagi narsani palonchiga, palonchi o'g'limga, palonchi qizimga, "Mamma seningga" deb aytib ketgan bo'lsa ham, otasidan keyin meros talashayotgan noinsoflar ham ko'payib ketdi. Bu shunaqa gaplar TV kanali edi. Xulosa o'zingizlardan fikrlaringizni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Agar shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, agar obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar, bitta like bosib qo'yinglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, joninglar sog' bo'lsin. Rahmat.